Bugungi kunda giyohvandlik nafaqat bir shaxs yoki bir oilaning, balki butun jamiyatning xavfsizligi hamda kelajagiga jiddiy tahdid solayotgan global muammoga aylangan. Bu illat inson salomatligi, taqdiri va orzularini yemirib, uni jinoyat hamda pushaymonlik sari yetaklaydi. Ayniqsa, yoshlar va ayollar orasida giyohvandlikka moyillikning ortishi muammoning yanada chuqurlashib borayotganidan dalolat beradi. Navbatdagi lavhamizda giyohvandlikning ayanchli oqibatlari va bu illatdan ogoh bo'lish zarurati xususida so'z boradi. Giyohvandlik 21-asrning eng xavfli va halokatli illatlaridan biri sifatida butun insoniyatga tahdid solmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, 2024-yilda dunyo bo'yicha 292 million nafar inson giyohvandlik vositalarini iste'mol qilgan. Bu deyarli har 16-odam degani. Eng xavotirlisi, bu ko'rsatkich 2013-yilga nisbatan 62 millionga oshgan va o'sish sur'ati hanuz to'xtagani yo'q. Statistika ortida esa faqat raqamlar emas, minglab izdan chiqqan taqdirlar, parchalangan oilalar, yo'qotilgan umidlar turibdi. Har yili giyohvandlik vositalari 500 mingdan ortiq insonning hayotiga zomin bo'lmoqda. Giyohvandlikning asosiy nishoni bu yoshlar. 2024-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining narkotiklar va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasining Toshkent shahrida joylashgan mintaqaviy vakolatxonasi tomonidan bir so'rovnoma o'tkazildi. Ushbu so'rovnomada 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz ishtirok etishdi va so'rovnoma natijalariga ko'ra so'nggi yilda 6000 ta odamni so'rovnoma qilishdi. Uning ma'lumotlariga ko'ra mamlakatimizda shu to 5% gacha yoshlarimiz oxirgi yil ichida bir marta bo'lsa ham shu giyohvandlik vositalarini iste'mol qilgan. Bu juda katta ko'rsatkich. Narko biznes esa asosan 30 yoshgacha bo'lgan ayollarni nishonga olgan. Ya'ni bu faqat bugun emas, balki insoniyat kelajagiga qaratilgan xavfdir. Kattaqo'rg'onlik 36 yoshli ayol bugun jazoni ijro etish muassasalaridan birida jazo o'tamoqda. U hech qachon jinoyatchi bo'lishni reja qilmagan. Hayotdagi qiyinchiliklar, yolg'izlik, noto'g'ri muhit va beparvolik uni asta-sekin giyohvandlik domiga tortib kirdi. Kimdirki tavsiya qilsa, tatib ko'r desa, bilsinki u odam unga dushman bo'ladi. Chunki bu narsadan chiqib ketish juda ham qiyin bo'lar ekan. Odam o'zligini yo'qotar ekan sekin-asta. Avval bir marta, keyin oxirgi marta degan o'ylar bilan boshlangan bu yo'lning oxirida qaytish joyi bo'lmadi. Tashoning mana shunaqa yo'llarga kirib qolganligim uchun ko'chalarda yurib, o'shaning uchun men bilan gaplashishmaydi hozirgi kunda. 2 nafar farzandim bor. Bittasi 19 yoshda, bittasi 15 yoshda. O'sha narkotikka berilgani sababli bolalarim ko'rmaganimga ham ancha bo'ldi. Bolalarimni sog'indim. Giyohvandlik faqatgina inson salomatligini emas, uning orzularini, oilasini, jamiyatdagi o'rnini ham yemirib boradi. Qonun oldida esa hech kimga imtiyoz yo'q. Bu ayolga ham sud hukmi chiqarildi. Erkin hayoti ortda qoldi. Temir panjaralar ortidagi kunlar boshlanib, unga keskin xulosa berdi. Nafsim tegmaganimdan juda ham afsusdaman. Betga kelib ko'p narsalarni tushunib yetdim. Ko'p narsalarni o'yladim. Bu reportaj kimnidir ayblash uchun emas, bu ogohlantirish. Giyohvandlik hali hech kimga foyda keltirmagan. U qamoq, pushaymonlik va yo'qotilgan hayotdir. Narkotik iste'mol qilish oxiri so'nggi manzili yoki qamoq yoki o'lim bo'lar ekan. Bir marta degan qaror umr yo'llarini butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Mo'tabar Nurmuhammedov va Aydus Ermakbayev, Zohidjon Mamasoliyev, Zamon informatsion dasturi uchun.